Do'stlar, Maldiv oroli sun'iy yaratilgan bo'lib, bunda o'sha hududlardan olib kelib Hind okeanining o'rtasida yaratilgan juda ham ajoyib manzaralar, juda ham go'zal tabiat hodisalari shu joyda bo'lar ekan. To'g'risi men ko'rib shokdaman. To'g'risi videolarda ko'rardim, lekin tabiiy ko'zingiz bilan ko'rmaguningizcha bunga ishonish qiyin. Masalan, mana sizga ko'rsatish. Bu yerda har bitta xizmat ko'rsatuvchilar ham juda ham chiroyli muomala qilishadi. Har bitta insonga kulib qarashadi. Bu tomon tabiiy xuddi o'rmonga o'xshagan, changalzorga o'xshagan hudud saqlanib qolingan. Tabiiy mevalar ham, bananlar ham shu joyda o'sadi. Mevalar shu yerda yetishtiriladi. Hello. Har bitta villada 4 tali xona bor. Bu xonalarda mehmonlar joylashib o'zlari hordiq chiqarishadi. To'g'risi bu yerda maxsus bosh kiyimlaringiz, ko'zoynak va bunaqa uzunroq narsa kiyib olmasangiz juda ham kuyib ketasiz va keyin sizda ozgina achishishlar paydo bo'ladi. Biz kun bo'yi birinchi kuni rosa cho'milamiz okeanda, basseynda. Ertasi kuni mana qiynalib yuribmiz. Yuzlarim ham kuyib ketgan. Bunaqa manzarani hech qayerdan topish qiyin. Mana do'stlar, navbatdagi sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan hududim bu basseyn. Shundoqqina okeanni yonida joylashgan. Dam oluvchilar. Bunaqa tabiat, havo harorati juda ham yuqori.